Hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bemorimiz ayol kishi. Bu bemorimiz uzoq vaqtlardan beri jig'ildon qaynashi, ko'ngillarni qat qilishi, yeganda luqmonada qiyinlik bilan o'tishi shikoyatlarini bizga murojaat qilib keldi. Biz tekshirganimizda bu bemorimizda qizilo'ngach diafragma girishasi. Hozir biz shu bemorimizni amaliyotga oldik. Amaliyotga olib, oshqozonni ya'ni ajratdik. Ajratganimizdan keyin o'sha qizilo'ngach girishasi mana katta bo'lib ko'rindi mana. Ana shu mana teshik mana. Mana shu teshik mana katta. Bu qizil'o'ngachda birinchi darajasiga to'g'ri keladi, ya'ni girishani birinchi darajasiga. Shu teshikdan mana oshqozonni kardial qismi shu yuqoriga chiqib olib, haligi aytganimizda yuqorida shikoyatlarga kelib chiqishiga sabab bo'lgan. Hozir endi shuni ya'ni mana shu girishani oyoqlarini tikamiz, tikib yana qisqartiramiz, ya'ni girishani kichkinalashtiramizda keyin fundoplikatsiya qilamiz. Tugatdik. 360 gradusli fundoplikatsiya qildik. Nissen usuli bo'yicha. Mana shu oshqozon mana suvni manjet qilib mana hosil qilinadi. Ya'ni refluksni oldini olish uchun. Hop mana qizil'o'ngach. Mana endi girishdan teshigi yo'q bo'lib ketdi. Orqaga ko'rsatamiz. 360 gradusli fundoplikatsiya bo'ldi. Operatsiyamiz yaxshi bo'ldi. Operatsiyamiz davomiyligi 2 soatga bormadi. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar jarrohlik yo'nalishi bo'yicha bizga xizmatlar bo'lsa, bemalol kelib murojaat qilishlaringiz mumkin.